quyondan foyda qilyapsizmi deyishyapti. Yo'nalishini tanlab olinglar. Sababi ular ko'p e'tibor talab qiladi. Endi siz shularni aniqlab olsangiz, dekorativ kichkina quyonlarni boqasizmi? Joyingiz kichkina bo'lsa, kam bo'lsa, bitta quyonni ko'p ishlata olmaysizlar. Uni ham quyonlarning ham nimasi bor. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Ali Quyonchi. Bugun ozgina menga kelayotgan, shaxsiyda kelayotgan savollarga ozgina aniqlik kiritmoqchiman, lekin bu ham bir katta mavzu bo'ladi. Sababi quyondan foyda qilyapsizmi deyishyapti. Foyda qilsa bo'ladimi deyishyapti. Birinchidan siz aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Quyondan qanaqa yo'l bilan foyda qilmoqchisiz? Buni bilmasangiz, avvalo quyondan qanaqa yo'llar bilan foyda qilsa bo'ladi, shularga aniqlik kiritib olish kerak. Hozir shular haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Siz esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada va layklaringizni ayamaysizlar. Sababi YouTube algoritmlari shunaqa ishlaydiki, videoni bo'lsangiz, kommentariy yozsangiz, shunga qarab videoni boshqalarga ham ko'rsatishiga sababchi bo'lasiz. Bizning gruppaga obuna bo'lishni unutmang, chunki u yerdagi ba'zi bir savollarga, ko'p savollarga javoblar topishingiz mumkin. Quyon kasalliklari bo'yicha ayniqsa aktiv nimalarimiz bor, adminlarimiz, misol uchun o'zimizning tanish Sunnat akalar bor, Baxtiyor akalar bor. Doim yordam berib turishadi qo'ldan kelgancha. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Avvalo quyon boqishdan oldin foydasini o'ylamaylik iltimos. Chunki ko'p yozishadi, ko'p telefon qilishadi. Aka, bunaqa paroda olsam yaxshi ekan deb veliganlarni aytib qo'yishadimi? Quyon boqmagan odamlar, iltimos bunaqa qilmanglar. U oson narsa emas. Velikani tajribasi bor akalar ham tishinishiga qo'yib, har doim ruslarda bir gap nachiku deydi. Har doim ehtiyot bo'lib, doim kuzatuvda qilib, doim nazoratda ushlab turgan holda boqishadi. Flander, velikan, katta zotdor quyonlarni. Sababi ular ko'p e'tibor talab qiladi va agar e'tiborsizlik qilib qo'ysangiz, ozgina kasal bo'lsa, tuzalmay qolsa, katta pulga tushasiz. Shuni hisobini olish kerak bo'ladi. Xo'p, quyondan o'zi qanday foyda qilsa bo'ladi deganlarga, quyondan foyda qilmaymiz, zot yo'nalishida foyda bor. Dekorativ quyonlar bu alohida katta tema, chunki dekorativ quyonlarning turi ko'p, lekin ular zotga kiradi. Chunki ular kichkina, na go'shtga yaraydi, na terisini ishlatsa bo'ladi. Terisiga 100% amin emas, hammasini bilmadim, lekin tochini bilaman, teriga hamma dekorativ quyonlar to'g'ri kelmaydi. Xo'p, vesovoy quyonlar bor. Bular ham ko'pincha zotga ketishadi. Men hech qayerga eshitmaganman. Что velikan ferma bor ekan go'sht yo'nalishida deganini, yo Flander, Strakach ferma bor ekan go'sht yo'nalishida deganlarni. Ular go'sht yo'nalishi uchun emas. Shuning uchun ular zotdor hisoblanadi. Men o'zim bilganimni aytyapman. Kim bundan ko'proq ma'lumot bersa, kommentariyada yozib ketishinglar mumkin. Xo'p, yana biri endi faqat go'sht yo'nalishi bor. Bularga Burgundiya deyishadi, Kaliforniya deyishadi, Xikol deyishadi, yana Poltavami. Shunaqasi bor edi. Men faqat Kaliforniya bilan Xikol boqqanman. Shuning uchun shu ikkalasiga javob bera olaman. Hozirgi paytda Xikolga o'tib ketishni o'ylab turibman, to'g'risi. Kaliforniyaga emas. Kaliforniya ham lekin ozgina zot yo'nalishi bo'ladi, chunki go'sht yo'nalishiga yuradigan quyonlardan sal qimmatroq yuradi. Xo'p. Endi siz shularni aniqlab olsangiz, dekorativ kichkina quyonlarni boqasizmi? Joyingiz kichkina bo'lsa, kam bo'lsa, ularni domda boqsangiz ham bo'ladi, dekorativ quyonchalarni. Men shaxsan o'zim ko'rganman, mana qush kletkalar bor, mana shular. Ana shularning ichida boqib ko'paytirishayotgan ekan. Shu yerda tug'dirib, bitta-bittadan saqlab, shu yerda ko'paytirishayotgan ekan. Xo'p, shularni avvalo bitta aniqlashtirib olsangiz, shunga qarab keyin ish qilsangiz bo'ladi. Endi quyondan siz qancha foyda qilmoqchisiz, shuni ham bitta bilib olishingiz kerak. Agar joyingiz kam bo'lsa, 4-5 ta quyondan millionlagan foydani ko'zlayotgan bo'lsangiz, u bo'lmaydi. Oddiy misol, quyondan foyda qilmoqchi bo'lsangiz, mana u Xikol bilan Kaliforniyani aytaylik, chunki boshqa quyonlarga qo'shilmaganim yaxshi, tajribam yo'qligi sabab. Jaydar quyonni aytaman, foyda yo'q.
lekin tajriba bor. Boqib tajriba qilsa bo'ladi, lekin boqib foyda qilsangiz bo'lmaydi. Nimaga? Chunki jaydari quyon maksimum kelsa 2,5 kilo bo'ladi, to'g'ri 3 kilo, 5 kilo bo'ladigani bor, lekin ularga o'ta ko'p vaqt ketadi. 5 kiloligi aniqcha, ayniqsa. Chunki qo'shni boqishadi. 5 kilolik qilaman deguncha 7 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. O'zi jaydari deganda gibridlashib ketgan, aralashib ketgan. Bitta otasi yo onasi bitta katta quyon bo'lgan, qolgan hammasi pokoleniya kichrayib kelaveradi. Xo'p, ularning yeyishi o'zini qoplamaydi birinchidan. Olsangiz 4 kilo misol uchun go'sht olaman desangiz, u 1 yil davomida boqsangiz, bo'lmadi deganda 200 grammdan hisoblang. 10 oyni hisoblang siz mayli. 10 oydan 200 grammdan hisoblasangiz qancha bo'lib ketadi shunda? 6 kilodan 60 kilo yem bo'ladimi shunda? 60 kilo yemingizni deb 4 kilo go'sht bersa, u qoplamaydi. 60 kilo yemiz 360 ming bo'lyapti. 360 ming bo'lyapti. 6 mingdan hisoblaganingizda. Shuning uchun jaydari quyon bu qoplamaydi. Xo'p, endi Xikol bilan Kaliforniyani oladigan bo'lsak, misol uchun siz olib tajribangiz yo'q, YouTube, Instagramingiz yo'q, lekin sotishni niyat qilsangiz 450 ming, 500 ming, 800 mingga $100 sota olmaysiz. Kaliforniya quyonlarini $100 sotganini eshitganman va shu liginadan kelgan samkam ham bor. Xo'p. Endi o'rtacha hozir men o'zim 500 mingdan sotyapman Kaliforniyani, xikollarning bo'g'ozini 450 ming, 400 mingdan deylik. Endi siz shuni 300 mingdan hisoblaganingizda ham siz foyda qilishingiz uchun kuniga bittadan quyon sotishingizga to'g'ri kelsa 30 ta quyon kerak bo'ladi. 30 ta quyon kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni rashyotini olishingiz kerak edi. Sizga 30 ta quyon tayyor bo'lishi kerak. Bir vaqtni o'zida emas, 15 kun, bir haftada 7 ta shunaqa bo'lib tayyor bo'lishi kerak bo'ladi sizda. Endi 300 mingdan sotsangiz 9 million bo'ladi. 9 million hammasi sizniki emas, buni yeb ichishi bor. Katta qilganingizdan keyin nimasi bor? Yeb ichishga keladigan bo'lsak, o'rtacha 4 oy, 4,5 oyda samkalari tayyor bo'ladi. Siz 4 oylik samkani hisoblaydigan bo'lsangiz, shunda 2 oylini standart 300 grammdan deb yem yeydi deb hisoblasangiz, 18 kilo bo'ladi. Bu 300 gram 2 oylik quyon yemasa ham, lekin onasidan ajragandan keyin yeganini hisobiga shuni plus minus 300 gram deb aytyapman. Bu xom rashyot bo'lsa ham, lekin haqiqatga yaqin narsa. Endi plus minus 20 gram, u 20 kiloni hisoblaydigan bo'lsak, 120 ming so'm bo'lyapti. Joydan oladigan bo'lsangiz 110 ming so'm yemini o'zi tushadi. Bu o'zini yemi haqida gapiryapman. O'zini yemi haqida bo'lsa, tak 2 kilosi 110 ming so'm bo'lsa, 20 kilolik yem, shuni 18 kilosini kesadigan bo'lsa, dori darmonini hisobiga shu 2 kilo yemni pulini ham doriga qo'shib olsangiz, vitaminga jamchi ketmasa ham shu 100 ming deb qo'ysak ham katta gap bo'ladi. 100 ming so'mga sizga tayyor bo'ladigan bo'lsa, 200 ming so'm foyda qilyapsiz degani bo'ladi. Agar kuniga bitta sota olsangiz, qila oladigan qilyapti, qila olmaganlar boshqa ish qilishiga to'g'ri keladi to'g'risi. Hammaga ham bir xil nasib qilavermaydi. Hammani rizqi har tomondan. Shuning uchun u 6 million so'm bo'lyaptimi? Shunda bittadan sotsangiz 6 million bo'lyapti. Endi siz xuddi shu tarzda hisoblab yoki bolasini hisoblasangiz ham bo'ladi. Bolachalarni, bitta quyoningizni o'rtacha 8 ta 10 ta deydigan bo'lsangiz, shuni 8 tasini hisoblasangiz, siz boshida 100 mingdan sota olmasligingiz mumkin. Tajribangiz yo'q. Sizni tanishmaydi, guruhlar yo'q, lekin Telegram guruh, OLXlardan sotsangiz bo'ladi bir iloj qilib. Siz 50 mingdan ham sotsangiz 8 ta quyon 400 ming so'm bo'ladi. Kuniga 8 ta quyonchalarni sotishingizga to'g'ri keladi. 8 ta quyonchalarni sotsangiz 45 kunlikni, shundan zo'r foyda qoladi sizga. Sababi ovqatiga rasoq tiqmagan bo'lasiz, faqat onasi. U ikkitasini yana olib qo'yasiz, chunki bularni yaqinda almashtirishga to'g'ri keladi. Onasini-da. Ular katta bo'lib nima bo'laman deguncha, bular sal sizga uje ishlab bergan bo'ladi. Bularni ham sotsangiz yana foyda bo'ladi. Hozir shu gapimni tushundi, tushunmaganlar yana qaytib eshitinglar. Bitta quyonni ko'p ishlata olmaysizlar. Uni ham quyonlarning ham nimasi bor.
limit deydimi, nima deydi? Xullas shunaqa gaplar. Endi shu raqamlardan kelib chiqib, shu statistikadan kelib chiqqan holda o'zingizlar hisob kitobinglarni qilib, yo'nalishingni tanlab olinglar. Dekorativ quyonlarga qiziqayotgan bo'lsangiz, dekorativ quyonchalarni boqadigan odamlardan so'rab ko'rishinglarni maslahat beraman. Menda tajriba yo'q. Flander bo'lsin, strakaj bo'lsin, gruppamizda bor. Shu Flander strakaj bilan shug'ullanadigan tajribasi o'ta katta akamiz Sunnat aka. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Siz kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamanglar.